Odil Ahmedov O'zbekiston futboli tarixidagi eng nufuzli futbolchilardan biri. Milliy terma jamoa safida 100 dan ortiq o'yin o'tkazgan. U nafaqat maydondagi o'yini, balki intizomi, mas'uliyati va liderlik fazilatlari bilan ham hurmat qozongan. Bugun esa Odil Ahmedov o'z tajribasini mamlakat futbol rivojiga bag'ishlayotgan rahbar va yangi avlod uchun namuna. Futbol cho'qqisiga erishaman, yuzli futbolist bo'laman degan fikr qachon paydo bo'lgan? Meni chaqirishganda, yo'q, sen borib turib, hali yoshsan deyishgan. Ona tarafdan beriladigan motivatsiya muhim deyishadi, ayniqsa o'g'il bolalar uchun. Ular sizni qanaqa qilib qo'llab-quvvatlaganlar shu karyerangiz davomida? Dadam aytganlarki, "Senga o'g'lim ertalabgacha muhlat. Agar eng zo'ri bo'laman desang, karyerang davom et. Bo'lmasa, boshqa sohani tanla" dedi. O'zi mana O'zbekiston tarixiga, futbol tarixiga kirdingiz. O'zi futbolga hozirgi ota-onalar pul uchun ham berishadi, katta pul toparkan deb uchun ham berishadi bolalarni. Futbol orqali biz o'sha kambag'allikdan chiqqanmiz desam ham bo'ladi. Bu juda ko'p futbolchilarga aytiladigan gap. Futbolist uchun nima kerak? Futbolist uchun butsi kerak. Shu ziraklarni sotib, menga butsi olib berganlar o'sha. Tarmoqda sizga o'sha yuqori maoshda keladigan kontraktlarni o'qidim. Nima deb o'ylaysiz? Siz to'g'ri ishlatganmisiz shu pullarni? Agar o'sha yillarga qaytganingizda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Odil aka, rahmat tashrif buyurganingiz uchun, podkastimizga yo'q demaganingiz uchun. Sizga bir nechta savollar tayyorlab qo'yganman. Ulardan bittasi, siz buvshi professional futbolist bo'lgansiz va juda ham katta muvaffaqiyatlarga erishgansiz. Professional futbolchi karyerasini qurish uchun omad qanchalik muhim rolni o'ynaydi? Chunki mana futbolist bo'lishdan boshlab to'g'ri murabbiylarni o'ziga olib va keyinchalik futbolistni cho'qqisiga, mana shu karyeram cho'qqisiga erishganda chet eldagi klublarga o'tib ketib, masalan, yaxshi katta daromad topish uchun bular qanaqa bo'ladi? Chunki ichki kuxnyasini ko'pchilik bilmaydi, bizga aytib bering. Avvalambor taklif qilganingiz uchun rahmat. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, futbol hozirgi holatda oldin ham shunaqa bo'lganki, milliardlar o'yiniga aylanib ketgandi. Chunki har bitta xonadonda erkak kishi borki, futbolga qiziqadi. Hozirgi paytda ayollarning qiziqishi ham ko'payib ketdi. Shunda bizda ham oilada bo'lgan, genda bo'lgan, dadam tarafdan, tog'am tarafdan bo'lgan, ular futbol o'ynashgan, lekin professional futbolgacha yetib borishmagan. Qarshiliklar ko'p bo'lgan. U paytda futbolist nima bo'lasan, futbol o'ynab, shunaqa savollarni ko'p berishgan ekan. Keyin shunaqa qilib endi menda qiziqish paydo bo'lgan. Endi menda ham o'ylaganman, qiziqish faqat deb o'sha esimni tanibmanki, oldimizda stadion bo'lardi. O'sha yerga chiqib turib, ertalabdan kechgacha o'sha yerda edim. Maktabga borib kelardim, maktabdan keyin stadionda. O'sha vaqtda eslasangiz, hali oqshom ertalari bo'lar, soat 8 da qo'yardi. O'shangacha yetib bormasdik-da. Uxlardik o'shanda, shu darajada charchab. Shunaqa qilib sekin bir 2-3 sinf bo'lganda o'zi bildim, meni hayotim futbol bilan bog'liq. Futbol bilan bog'liq, lekin oldimda turgan qiyinchiliklar bunchalik katta bo'ladi deb o'ylamagandim. Keyin o'sha vodiyda Namangan futbol litseysiga kirdim. Uydan juda erta chiqib ketganman. Bir haftada bir marta kelardim. Keyin o'sha joyda 2 yil 3 yil o'qigandan keyin Toshkentga o'qishga kelganman. O'sha 13 yoshman. O'sha Toshkentda o'qib yurganimda 1 yilda 2 marta uyga borardim. 1 yilda 2 marta ota-onamni ko'rardim. Endi bu yosh bola uchun hali psixologik tarafdan juda katta udarda. Siz yoshsiz, haligi rasa o'ynab, kulib yuradigan vaqtda, ota-onangiz yonida yuradigan vaqtda ham bu yoqda o'qishdamiz. Mani o'sha otam rahmatligini bir gaplari bor edi. Agar oldinga qo'ygan maqsading bo'lsa, juda ko'p narsadan voz kechishing kerak dedilar. O'sha narsani o'qishim davomida bilganman. Agar men hali professional futbolchi bo'ladigan bo'lsam, men juda ko'p narsadan voz kechishim kerak ekan. Bu menda o'sha oiladan uzoqda, yaqinlarni o'sha yaxshi tadbirlarda qatnashmaslik,
kechqurungi o'yin kulgularni yig'ishtirib qo'yish, faqat futbol haqida o'ylaganmiz. O'sha futbolchiga kerak bo'ladigan asosiy vositalar, futbolchi bo'lib yetishishiga kerak bo'ladigan asosiy vositalar bu intizom. Intizom mani o'ylashim bo'yicha nafaqat futbolda, har bir sohada birinchi o'rinda turadigan bir omil deb bilaman. Intizom, rejim, shu vaqtida uxlash, bu sportsmen uchun endi juda ko'p holatda guvoh bo'lganmiz, shu paytgacha hali ham guvoh bo'lamiz. Ammo 2-3 ta uxlasam, 12 da tursam, to'ldirib olaman uyqumni deydi. Bu eng noto'g'ri yo'l. Chunki o'sha 10-11 da uxlab, ertalab 7-8 da turish bu organizmni qayta tiklanishini tezlatadi va sizni o'sha bodriy qilib keyingi trenirovkalaringizgacha tayyor holatga keltirib qo'yadi. O'shaning uchun rejim sportsmen uchun judayam ertaga muvaffaqiyatga erishish uchun asqotadigan omil. Va o'zini ustidan tinmasdan mehnat qilish kerak. Endi o'sha omad haqida gapiradigan bo'lsak, bu hammasini siz yo'lga qo'yganingizdan keyin omad o'zidan o'zi keladi deb o'ylayman men. Shunaqa bo'lib, mana o'sha futbolchilik karyeramgacha bo'lgan qiyinchiliklar endi juda ham ko'p bo'lgan. Eng avvalo o'sha sizni muvaffaqiyatga erishishingiz yaqinlaringizni ishonchi juda ham muhim. Juda ham muhim. Chunki butun dunyo ishonmasa ham, agar otangiz, onangiz shunaqa sizni duo qilib, sen zo'r bo'lasan desa, siz ulardan eng katta motivatsiyani ulardan olasiz. Men hayotimda shunaqa bo'lgan. Xuddi mana shu savolni keyinga bermoqchi edim. Mana sizda qaysi paytda men albatta shu futbol cho'qqisiga erishaman, eng zo'r futbolist bo'laman degan fikr qachon paydo bo'lgan va bunga ota-onangiz sizga shakllantirganmi yoshligingizdan, yoki ko'proq nimalar foyda bergan o'shanga, yoki qanaqadir trenerlarning motivatsiyasimi, yoki o'zi bilan o'ynagan futbolistlar ko'proq yordam berganmi? Qanaqa bo'lgan? Bilasizmi, menda endi mani bo'yim juda kech o'sgandi. Oldin bo'yim kichkina bo'lgan, o'sha 1.60lar bo'yim bo'lgandi. O'sha vaqtda biz tengqurlar hamma komandaga ketayotgan bo'lgan. Men o'zim namanganlik bo'lganim uchun Namanganda o'ynash orzu qilganman o'sha payt. Borganman zborda yurganman. Keyin meni chaqirishganda, yo'q, sen borib tur, hali yoshsan deyishgan. Keyin o'shanda uyga borganman, nima deyman deganman. Nima deyman, keyin borganman-da. Uyga dadamga aytganman, shunaqa endi haligi puli borlarni bolasi o'ynar ekan, trener meni yoqtirmadi desam, shunda dadam aytganlarki, sanga o'g'lim ertalabgacha muhlat. Bu sen gapirgan gaplar bitta bahona xolos. Qanaqachasiga agar sen kuchli futbolist bo'lsang, trener olmasligi mumkin. Ertalabgacha muhlat, agar eng zo'ri bo'laman desang, karyerangni davom et. Bo'lmasa, boshqa sohani tanla degan. Shunda bir 15-16 yosh atrofida ertalabgacha uxlamaganman. Endi Toshkentda ham o'qiyman, hali o'qishim bitmagan. Ertalab turganman, sumkamni olganman-da. Dada, so'z beraman, men eng zo'ri bo'laman deb uydan chiqib ketganman. Shu menga juda ham katta motivatsiya bo'lgan otam tarafidan. Tushunarli. Masalan, ona tarafdan beriladigan motivatsiya muhim deyishadi, ayniqsa o'g'il bolalar uchun. Ular sizni qanaqa qilib qo'llab-quvvatlaganlar shu karyerangiz davomida? Endi har bitta ona haligi farzandi yonida bo'lishini xohlaydi. Farzandi jarohat olmasligini xohlaydi. Shu sababdan ham onam o'sha vaqtlari, qo'y, nima qilasan, men yonimizda yur, shunaqa dedilar. Lekin endi shunaqa vaziyatlar bo'lgan. U paytda futbolchilar uchun butsi defitsit bo'lganda. Uncha O'zbekistonda yo'q desa ham bo'ladi. Bo'lsa ham qimmat bo'lgan. Endi futbolist uchun nima kerak? Futbolist uchun butsi kerak. Endi o'sha vaqtda onam
harakat qilardilar mani boshqalardan hali kamchiliksiz o'stirishga. Shu ziraklarni sotib manga butsi olib berganlar o'shani. Keyin o'sha butsini olganman, o'ynaganman. O'sha butsida boshqa klublarga o'tishimga ham yordam berganda shu yordam bergan. Endi haligacha eslaymiz. Keyin professional darajada chiqib ketganimdan keyin bu narsalar menda muammo bo'lmagan-ku. Muammo bo'lmagan. Keyin bir kuni uyda o'tiribmiz, ikkita butsi olib keldilar. Men $600 berib yubordim. Berib yuborsam, endi onam seriozniy turib, $600 butsi olasanmi deydilar. Men aytdim, shu boqadi-ku axir bizni deymanda. Endi haligi sodda bo'lganlar juda ko'p holatlarda har taraflama meni поддержка qilardi. Lekin futbol o'ynashimga professional darajada bo'lsam ham qarshilik qilardilar, chunki futbol ko'ra olmasdilar. Bir qaysidir o'yinda yiqilganman, o'rnimdan turmaganman, nasilkada olib chiqib ketgan. Shunda futbol ko'rganlarda yuraklari endi o'ynab qolganda, shu umuman futbol ko'rmagan. Futbol boshlansa, oxirida haligi qanaqa o'ynadimi, sog' salomat chiqdimi, shu qiziqtirganda onam. Mani muvaffaqiyatim yo'lida avvalo Xudo, lekin ota-onamning o'rni juda ham katta. Ularning duolari bilan, ularning bergan maslahatlari bilan o'sha motivatsiya berishadi, meni qo'llab-quvvatlashadi. Agar har doim aytaman, agar o'sha vaqtda dadam bo'lmaganda men futbolni tashlab ketardim deyman. Hali qiyinchiliklar endi har bir sohada bo'ladi-ku. Shu sohada menda ham bo'lgan, lekin Xudoga shukr hammasini yengib o'tib, birgalikda professional futbolchi bo'lib yetishganmiz. Zo'r. O'zi mana O'zbekiston tarixiga, futbol tarixiga kirdingiz. Sizni legenda deb hisoblaymiz. Qarang, o'zi futbolga hozirgi ota-onalar pul uchun ham berishadi, katta pul toparkan deb uchun ham berishadi bolalarni. Endi biz ham ko'rib turibmiz, futbolda menimcha sportlar ichida eng katta pul aylanadigan sport bu futbol bo'lsa kerak. Siz o'sha professional karyerangiz cho'qqisiga chiqqan paytida topgan pullaringizni hozir ayta olasizmi? Mana shuncha topganman deb ochiqchasiga ayta olasizmi? Uni hisoblamaganman, lekin o'sha internetlarda ko'p yozishgan, lekin topgan pullarim hammasini O'zbekistonga investitsiya qilganman. O'zbekistonga investitsiya qilganman. Endi har bitta komandada har xil oylik bo'lgan. Endi aniq summasi esimda yo'q. Esida yo'q. Erkak kishi uchun pul topish juda muhim, lekin uni to'g'ri ishlatish undan ham muhim menimcha. Nima deb o'ylaysiz? Siz to'g'ri ishlatganmisiz shu pullarni? Agar o'sha yillarga qaytganingizda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Qaysidir qismini to'g'ri ishlatganman, qaysidir qismini umuman noto'g'ri ishlatganman. Agar o'sha orqaga qaytib qolganda o'zim juda ko'p gaplashaman-da. Agar hayotim orqaga qaytib o'sha 2010-yilga qaytib qolganda men mana ishlarni qilmagan bo'lardim, mana narsalarni qilgan bo'lardim deyman. Endi bizda sportsmenmiz, biznesmen emas. O'sha vaqtda faqat futbol haqida o'ylaganmiz, yotganimizda ham, turganimizda ham. O'shaning uchun futbol o'zi kambag'allik sport turida. Kambag'allikka o'sha zanjirni uzadigan sport turi desam bo'ladi. O'sha futbol orqali biz o'sha kambag'allikdan chiqqanmiz desam ham bo'ladi. Bu juda ko'p futbolchilarga aytiladigan gap. O'sha futbolchilar ham ko'p shu holatda bo'lgan. Lekin men o'sha biznesmen bo'lmaganim uchun endi u yoqdan bittasi keldi taklif bilan, bu zo'r biznes ekan deb pulimni tikkanman. Katta bankrotlar ham bo'lganmiz. 2-3 million pullar o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketgan. Shunaqa holatlar ham bo'lgan. Endi odam yashasa, tajriba kelaverar ekan, o'sha ishga kirsa, o'rganaverar ekan. Agar hozirgi o'ylashim bo'lganda, men umuman boshqacha yo'nalishda yurgan bo'lardim.
Mana hozirgi katta pul topayotgan futbolistlar manimcha уже o'ziga finansist olishsa kerak bunaqa paytlarda. Nima deb o'ylaysiz? Endi ba'zi futbolistlar bor, o'zimizni ukalarimiz, o'sha legioner bo'lib o'ynaydigan, kelib maslahat so'raydi. Shunaqa holatda man maslahat beraman. Endi pul ularniki. O'shaning uchun qanaqa yo'nalishda ishlatadi, nima qiladi, bu narsa endi o'zlariga bog'liq. Tarmoqda sizga o'sha yuqori maoshda keladigan kontraktlarni o'qidim. Taxminan 5-6 million yevro yiliga degan kontraktlar ham bo'lgan ekan. Shunaqa kontraktlar kelganda nima asosida siz qaror qabul qilardingiz o'sha payti? Chunki bu juda katta pul-ku baribir. Endi asosiy endi bitta sizga taklif bo'ldimi, uni har taraflama o'rganib chiqasiz. Qanaqa shahar, qanaqa klub, qanaqa futbolchilar o'ynayapti, qancha oylik beryapti. Endi hammasi hali muhim omillar. O'shanda endi baribir yaqinlaringiz bilan, men yaqinlarim bilan, o'sha ota-onam bilan, aka-ukalarim bilan maslahatlashardim, lekin oxirgi qarorni o'zim qabul qilardim. Endi sizga o'sha katta oylik beradigan kontraktga kelgandan keyin, albatta bu pul sizni o'sha hayotingiz davomida eng kerak bo'ladigan narsa. Endi buni roli inson hayotida juda katta. Shuning uchun ba'zi kontraktlar bo'lgan, pul katta rol o'ynagan. Demak, asosiy rol o'ynagan desa ham bo'ladi, to'g'rimi? Asosiy rol o'ynagan desak ham bo'ladi, chunki Rossiyadan Xitoyga o'tayotganimda menda o'sha Fransiyadan taklif bo'lgan, Xitoydan taklif bo'lganda. Endi o'sha asosiy o'sha kontraktdagi oylik masalasi bu yoqda ko'proq bo'lgani uchun bu yoqqa o'tganman. Tushunarli, zo'r. Futbol o'zi juda ham qiziq o'yin. Mana o'zim ham bir xil paytlar chempionatlarni ko'rib turaman. Menimcha har bitta aytganingizdek, har bitta oilada futbol ko'radigan odamlar bo'ladi baribir. Meni akalarim, ukalarim ko'p bo'lgani uchun birgalikda to'rttalarimiz ko'rib o'tirardik futbolni. Bizni tomoshabinlar uchun o'sha o'yinchini strategiyasi, taktikasi qanchalik aqlli va qiziq bo'lsa, o'sha qiziq bo'lardi bizga. Aytingchi, Odil Ahmedov futbol maydonida kim, qanaqa strategiya bilan siz ishlagansiz o'shanda va o'zingiz haqida nima deya olasiz? Maydonda doim oldimga chiqishdan oldin o'zim gapirardim. Sen yetakchi bo'lishing kerak. Sen bu jamoani tortishing kerak. Sen shu muxlislarning olqishiga sazovor bo'lishing kerak. Uning uchun nima qilishing kerak? O'sha o'zim doim savol berardim. O'sha har bir futbolchini o'zini yutuqlari bo'ladi. Kimdir texnikasi yuqori bo'ladi, kimdir driblingi yaxshi bo'ladi, yana kimdir o'sha bosh bilan yaxshi o'ynaydi, kimdir ular yaxshi bo'ladi. Endi meni asosan ko'proq juda ko'p endi haligi eslashadi, endi ko'p so'rashardi ham. O'sha dribling asosida, o'sha himoyadan to'pni olib, oldinga yurishlarimni juda ko'p so'rashadi muxlislar. O'sha meni o'sha meni kuchliroq tarafim bo'lgan deb o'ylayman. O'sha meni kuchliroq tarafim. O'sha pas bilan chiqib ketishni ham yaxshi ko'rardim va buni uddalardim ham. Bu ham doim o'xshardi. Baribir eng asosiysi jamoani g'alabasi. Albatta. Lekin mana shu aynan paslarni ko'rish juda qiziq jarayon tuyuladi. O'zimdan kelib chiqqan holatda aytamanki, hozir ham masalan farzandlarim ham futbol ko'rishga, даже ishtirok etishga ham qiziqishadi va aynan shu pas berishlar menimcha eng qiyini bo'lsa kerak. Mana bu dribling dedingiz-ku, o'sha futbol to'pni maydonda olib yurish menimcha eng qiziq va eng qiyin narsa bo'lsa kerak. Endi o'shaning uchun professional futbolga chiqqaningizda har doim murabbiylar so'raydi, shkola ko'rganmi deydi. Shkola ko'rgan. Bu narsalar asosan futbolchini yoshligida o'rgatiladigan narsalar. Men o'zimdan eslayman, nimaga menda o'xshayapti-yu, boshqalarda o'xshamayapti deb. Keyin shu mahallada stadion bo'lar chiqardim-da, yosh bolalarni olardim. Bir 20 ta yosh bola bitta varota qo'yib qo'yardi, men o'zim.
o'sha 20 yosh bola endi ular mandan ancha kuchsiz, lekin o'shalardan qochib, mana ложный движениyalar qilib, bu narsa ham baribir sizni professional futbolda juda katta yordam beradi. Yordam beradi. Shunaqa qilib futbol o'ynardim. 20 yosh bolaga qarshi. Juda ko'p o'ynardim-da. Ular to'planib keladi, men to'p bu yoqqa olishim kerak, bu yoqqa olishim kerak, o'sha varotaga yetib borishim uchun endi har xil движение qilishim kerak-da. Men o'ylayman, mana shu ham mani haligi shkolam rivojlanishida katta yordam bergan deb o'ylayman. Zo'r, sekretni ham aytdingiz, nimaga unaqa qilgan. Nima deb o'ylaysiz, nimaga aynan bu yil chempionat Mirada, mana 2026-yil bo'layotgan chempionatda O'zbekiston jamoasi qatnashish, ishtirok etish muvaffaqiyatiga yetdi. Bu hamma uchun, o'zbek xalqi uchun juda ham xursand bo'ladigan yangilik bo'ldi. Aytingchi, nimaga aynan shu terma jamoa va ular o'ynayotgan komanda, ya'ni Ronaldo bilan o'ynashadi-ku, bu sizlar uchun juda ham shok bo'lgandir. Bu xabar va bu o'yindan nimani kutishimiz mumkin, nima deb o'ylaysiz? Endi avvalo haligi O'zbekistonda futbol paydo bo'libdiki, o'sha mustaqillik paytidan keyin endi har doim jahon chempionatida ishtirok etishni xohlaganmiz. Endi qaysidir joyda bir ochko yetishmagan, qaysidir joyda to'plar nisbati endi bizga shu oxirgi jahon chempionati saralash shunaqa omadli keldiki, oldin Osiyoga 4 ta komanda berishgan. Osiyodan 4 ta jamoa jahon chempionatiga chiqardi. Men bu oxirgi andaqada turnirda 8 ta komanda berishdi. Bu ham bizning yutug'imiz va juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi futbol bo'yicha. Juda ko'p yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Infratuzilmalar, o'sha futbolchilarga sharoitlar va yaxshi futbolchilar yetishib chiqdi. Biz jahon chempionatida ishtirok etishga muvaffaq bo'lyapmiz va o'ylaymanki, достойный qatnashamiz. Alloh xolasa. O'sha ich-ichimdan xohlayapman, ich-ichimdan bilib turibman. Biz o'sha Portugaliya bilan ham, Kolumbiya bilan ham, boshqa raqiblar bilan ham o'ynashimiz, kuchimiz yetishiga ishonaman va o'sha keyingi bosqichga chiqishga ishonchim komil. Bunga futbolchilar o'ylaymanki, достойный. Albatta. Zo'r. Professional futbolchilar trenirovkada juda ham ko'p vaqt o'tkazishadi, lekin shu topovoy futbolistlarni ham ko'ramiz tarmoqlarda, internet tarmoqlarida, ularni oilaviy muhitda ham juda ham yaxshi hammasi. Qanaqa qilib buni olib borishadi? Ham futbolda masalan kun bo'yi trenirovkada bo'lsa, qanaqa qilib bolalarga vaqt ajratadi? Oilasiga, ota-onasiga, xotiniga. Men uchun ideal kartinka bu Messi va uni oilasi. Chunki har doim xotini podдержкаga keladi bolalari bilan va u yozishadiki, xotiniga xiyonat qilmasdan shunaqa shu paytgacha ham inoq bo'lib yashaydi deb. Bu qanchalik qiyin mana shuni shunaqa darajagacha oilani ham, futbolni ham zo'r olib borish. Endi futbolchini hayoti shunaqaki, bir kunda bir mahal trenirovka bo'ladi. Endi bundoq hisoblasangiz, maksimum 4 soat bir kunda ketadi, ayniqsa sezon paytlari. Qolgan vaqtlari asosan bo'sh bo'ladi. Futbolchilar asosan bo'sh bo'ladi. Oila davrasida boshqa muammolarni o'ylamaydi, faqat futbolni o'ylaydi. Oilasiga vaqt yetmaydigan odamlar bu ertalabdan kechgacha ishlaydigan odamlar o'zi asli. Ertalab 7 da turib ishga ketadi, kechqurun keladi, kelsa bolalar uxlayotgan bo'ladi, faqat yakshanba dam oladi. Endi futbolchilarni kun tartibi ancha yengilroq. Agar siz professional darajaga chiqqaningizdan keyin siz hamma narsani bilasiz, kundalik hayotingizni bilasizda, o'sha ertalab turib zavtrak qilganingizdan keyin qanchadan keyin trenirovkaga borib kelasiz, shu bilan oila davrasida. Zo'r ekan. Ko'proq aytyapman, imkoniyat ko'p futbolistda oila davrasida vaqt o'tkazishga. Yaxshi, zo'r. Ham pul normal yaxshi, ham maosh yaxshi, ham oila yaxshi. Unda yaxshi ekan. Men boshqacha deb o'ylabman. Hozirgi kunda siz o'yinlarda ishtirok etmayapsiz. Vitse-prezident bo'lib ishlayapsiz.
qanaqa planlar bu sohada, bu yo'nalish bo'yicha va professional futbolist bo'lib ishlamayotganingizdan keyin hayotingiz qanaqa o'zgardi? Endi bilasizmi, haligi futbolchilik qon bilan kirganda, qon bilan kirgan, baribir jon bilan chiqadi. Shuning uchun futbolchilik faoliyatimni tugatganimdan keyin endi hali emotsiyalarda tugatib yuborganman-da o'zim. Emotsiyalarni tugatib yuborganman. Keyin o'shandan keyin endi sog'indim, haligacha sog'inaman. Endi maydonga chiqsangiz, o'sha maydonni hidi siz sog'inchingizni bosadi-da. Endi haligacha o'zim ham futbol o'ynab turaman, haligacha futbol o'ynab turaman. Lekin o'sha kelajakda ham baribir murabbiy bo'libmi yo o'sha klubda qanaqadir o'sha boshqa sohadami ishlash niyatim bor. Endi ko'proq baribir o'sha maydon ichida yurish xohlayman-da. Maydon ichida yurish xohlayman. Endi bu borada o'zim ustimdan ishlab turaman. Baribir futbolchilik boshqa soha, murabbiylik boshqa sohada. Ikkalasi ikki xil soha. Murabbiylik sohasi ancha qiyinroq. Lekin o'sha harakat qilib o'rganganlarimizni endi baribir odam har narsaga harakat qilsa imkon topsa bo'ladi deb o'ylayman. Tushunarli. Mana yosh futbolistlar ham hozir juda ham ko'p. Mana sizga o'xshayman degan futbolistlar O'zbekistonda zo'r rivojlanyapti rostdan ham. Mani o'zimni kichkina o'g'lim ham, 6 yoshli o'g'lim futbolist bo'laman deb turib oldi va uni o'sha trenerga olib bordim va menga shunaqa narsani aytishdiki, boshqa trenerlar aytishdiki, agar o'g'lingni futbolist qilmoqchi bo'lsang, faqat shu yo'nalishda juda ham qattiq ishlashi kerak. Chunki masalan boshqa sport sohasida ishlasa, keyinchalik охранаga o'tib ketishi mumkin yoki boshqa narsaga. Sportsmen futbolistlar keyinchalik karyerasi trener bo'lishi mumkin, to'g'ri? No, men o'yladim, sredniy futbolist bo'lsa, masalan, keyinchalik o'z nonini topib keta olmaydi deyishdi. Yoki zo'r futbolist bo'lishi kerak, yoki umuman bo'lmasligi kerak deyishdi. Shunga siz nima maslahat berasiz mana shunaqa yosh futbolistlar uchun? Hozir endi masalan futbolist bo'laman, menga shu o'yin yoqadi deb boshlayotganlar uchun. Endi haqiqatdan ham futbol sohasi juda ham qiyin soha. Chunki o'sha shkolaga olib borgan bo'lsangiz, 25 ta bola bo'lsa, uni orasidan balki 2 ta chiqar, balki chiqmas, balki 5 ta chiqar. Endi baribir ko'proq o'sha oilaviy muhitdan kelib chiqadi, futbolchini o'zidan. Endi yoshligida bilmaysiz, ertaga o'sib ketadimi, yo bo'lmasa jismoniy holat qanaqa bo'ladi, bu narsalarni hech kim bilmaydi. Tinmasdan mehnat qilish kerak. Endi hozir gapingizdan kelib chiqadigan bo'lsam, men hozirgi yoshlarga nimani tavsiya berardim? O'qishni ham joyiga qo'yish kerak. O'sha til o'rganish kerak, ingliz tili, boshqa tillarni o'rganish kerak. Bu parallel olib ketish imkoniyati bor futbolda. Bor futbolda. O'sha vaqtda biz o'qigan vaqtda bizda imkoniyat kamroq bo'lgan. Endi hozir haligi O'zbekistonda menimcha hamma narsaga sharoit bor, imkoniyat bor. Birday olib ketish kerak. O'sha biz assotsiatsiya tarafdan ham doim talab qiladigan narsa, ayniqsa futbol maktab, futbol akademiyalariga til o'rgansin, tarix o'rgansin, shu futbol tarixini, O'zbekiston tarixini o'rganish kerak. Bu narsalar akademiyada agar hisoblasak 150 ta bola o'qisa, orasidan 10 ta 15 ta chiqishi mumkin. Endi futbol shunaqa sohaki, hali kim bo'lsa ham orqasidan itarib borsa ham baribir o'zida bo'lmasa eplolmaydi. Shunaqa. Mana hozirgi kunda Abduqodir Husanov ham juda ham muvaffaqiyatga erishib, prям shov bo'lib ketdi. Bunaqa yutuqlarga erishib va ayniqsa O'zbekistondan bunaqa odam chiqqanligi, nima deb o'ylaysiz? Abduqodir Husanovda aynan nima yordam bergan? Uni shunaqa, masalan, aytyapsiz-ku, bitta komandada 2-3 ta bo'lishi mumkin. Balki uni o'rtoqlarining ichida ham yaxshi futbolistlar bo'lgandir. Lekin nimaga aynan Abduqodir Husanovga shunaqa omad kelib, shunaqa zo'r ko'tarilib ketdi, nima deb o'ylaysiz? Endi agar uni ham shu professional futbolgacha davrini
eslaydigan bo'lsak, u Belorussiyaga ketgan, o'sha yerda yashagan, 2 yil, 3 yil yashagan. Endi Abduqodir Husanov futbolchi, misol men murabbiy bo'ladigan bo'lsam, men talab qilgan o'sha futbolchidan talab qiladigan narsalarim deyarli hammasi bor. Bo'yi bor, jismoniy baquvvat, o'sha aytganimizdek pasi bor, yugurishi tez. Bunaqa futbolchilar kamdan kam bo'ladi. O'shaning uchun ham u bugungi kunda shu jahonning eng yaxshi klublardan birida o'ynayapti. O'zi O'zbekiston sport sohasini oladigan bo'lsak, futbol sohasini oladigan bo'lsak, talantli bolalarga judayam boyda. Judayam boy. Qaysidir joyda o'sha futbolchini sharoiti bo'lmaydi, qaysidir joyda murabbiy xatosi bo'ladi, qaysidir joyda o'sha talantli futbolchilar o'zini yo'qotib qo'yadi. Aytdim-ku, hali kambag'al sport turi dedim. Futbolda birdaniga katta pul keladi. Ko'pchilik u katta pulni oladi, o'ylaydi, men umrim oxirigacha shunaqa ishlayman deb o'ylaydi. Ketdi, sochib tashlaydi, o'zini rejimini buzadi. Keyin haligi talantli futbolchi ham yo'q bo'lib qolaveradi. Tushunarli, qiziq, judayam qiziq. Judayam qiziq bitta momentni aytib berdingiz o'zingizni yoshligingizdan. Mana siz ham kambag'allikni ko'rgansiz, ham million pullar kelgan paytni ham ko'rgansiz. O'sha payti sizni sinib ketmasligingiz uchun va shu tempda davom etishingiz uchun qanaqadir bir moment bo'lganmi yoshligingizda? Masalan, bo'ladi-ku, maktabimda o'rtoqlarimda bor edi narsa, menda yo'q edi, shunga o'xshash nimadir. Endi bittasini aytib berdingiz, raglarini onangiz sotib sizga but solib berganlar. Keyin har safar masalan davom etishing kerak deb mana shuni eslaydigan hikoya bormi sizda yoshligingizdan? Bunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lgan menda. Shunaqa holat bo'lgan. Endi men Paxtakorda o'ynayman, endi pul topishni boshlaganman. Bir og'aylar bilan choyxonaga borganman. Shunda bitta yaxshi inson aytganda menga, "Sen hozir pul topishni boshlaysan, seni choyxonaga chaqirishni boshlaydi, seni o'rtoqlaring ko'payadi. Seni restoranga chaqiradi, u yoqqa bu yoqqa, klubga borasan, shunaqa bo'lsa sen o'zingni yo'q qilib qo'yasan" degan. Juda aqling bilan bo'lganda degan, sen hamma narsaga ulgurasan hali degan. Hamma narsaga ulgurasan, vaqti keladi. Xohlagan narsangga ulgurasan. Futbolchini hayoti, futbolchini o'sha karyerasi juda ham qisqa. Ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi deganda, o'sha gapi meni miyamda qolgan. Men o'shandan keyin juda ko'p narsani yig'ishtirganman. O'sha oshna og'aylar bilan ham, yo bo'lmasa to'y marosimlari, aytdim-ku, faqat futbol haqida rejim, futbol, intizom menda o'sha birinchi o'rinda turardi. O'sha millionlar topganimizda ham endi haligi oshna og'aylarimiz kelardi, Rossiyada bo'lsam yo Xitoyda bo'lsam. Endi 11dan keyin, 10dan keyin ko'chaga chiqib aylanib kelamiz u yoqqa bu yoqqa derdi. Menda rejim bor edi. O'sha qancha pul topsam ham yo'q, men professional karyeramni, demak, men bugun o'zgaradigan bo'lsam, ertaga bunaqa imkoniyat menda bo'lmaydi. Shunaqa bo'lardi. Shu bilan o'sha karyeram oxirigacha shu holatda yurganman. Judayam zo'r. Men shunaqa ham zo'r aytib berdingizki, men tayyorlab qo'ygan savollarga ham zarangi o'sha javoblarni aytdingiz. Judayam qiziq bo'ldi intervyu. Men sizni internet tarmog'ida ko'p kuzatganimda ham eshitganman. Siz juda ham kamtar insonligingizni. Endi hozir ko'rib turibman, rostdan ham juda ham kamtar inson ekansiz va menimcha sizni professiyangizda rostdan ham o'zini shunaqa ushlab turish oson bo'lmasa kerak. Faqat pul jihatdan, balki boshqa xarakter jihatdan ham o'zini shunaqa tutish bu juda ham katta yutuq deb o'ylayman. Rahmat bergan intervyuingiz uchun. Omad tilayman mana shu jahon chempionatlariga. Albatta mana borsam kerak, ko'rsam kerak. Agar qatnashib, juda ham qiziq bo'ladi men uchun ham. O'shaning uchun rahmat kelganingiz uchun. Rahmat sizlarga ham chaqirganinglar uchun. Ishlaringizga omad, salomat bo'ling. Bo'ldi, rahmat. Ketdik.